Dostlar, hürmetli obunachilar, kimda kim qora Spark qidirib bo'lgan bo'lsa, Avtoshop Gullinda Sparkimiz keldi dostlar. Mashinamizning yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan, rangini aytib bo'lsa, qora Garswit. Hozirlar qora Gbo, bular avval shu vaqtlar qora Garswitda chiqqan. Kressini egizak 100% rodnoy, avtomat so'nggi boyda diskalar qo'yilgan, masofadan 4 ta yumshoq baloni bor. Arqa bu yerlar tilardan diffuzorlar qo'yilgan ekan. Kress 100% rodnoy deb aytib o'tdim. Elde vishopkalar toza yupisi yetib uzatilgan do'stlar. Mashinada metan bor. Mijigar pultlar ham bor. 906. Salon holatlarına kelsak do'stlar, bay deydi u. Zo'r chexollar, mes deflektor, aynalar ham berishlar turibdi. Mijigar pultda aytsangizda aynalar ham ko'tariladi. Tablolar uzatilgan ekan. Pravigina kelsak, osvesheniyalar uzatilgan. Tuning yetib 80 ming kilometr turibdi do'stlar. Metal konditsionerni ishlab turibdi mashinaning. Torpedga chexollar, salon holatlari. Konditsionerni ishlab turibdi. Motor xodo ham yeri zo'r, probegini ham javob, kresi ham javob. Libero proverka etib olaverasizlar. Motorni umuman kulish tiymagan. Mashinamizning narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 75 million so'm olsa beramiz buni. Tayyor mashinani. Kresi ham rodnoy, motorni kulish tiymagan. Uchoq balon hamma tayyor. Mashina Avtoshop Gullinda turadi. Bilasizlar, bizlarda barcha xizmatlar ham bor. Jim mashinalarni hisoblab olamiz. Xohlasangiz avtokredit deb chiqarib beramiz, xohlasangizlar dogovor ham beraveramiz. Farazimni ichira. Mashinaning eldinden bu manda 30 million so'm pul kerak dogovorga aslan uchun. Mashina Avtoshop Gullinda turadi do'stlar.